Salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. İmam Buxoriy rahmetullah aleyhinin El-Adabul Mufrad namlıq hadis kitabı davamida dersimiz 5. ders 8. bab ata-onasiga la'nat qilgan kishiga Alloh taolo la'nat qiladi. Abi Tufayldan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi. Ali ibn Abi Talib raziyallohu anhu so'raldiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam butun insonlarni xos qilmagan biror biror ish bilan sizlarni xos qilganmi? Ali ibn Abi Talib dediki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam insonlarni xos qilmagan biror ish bilan bizni xos qilmagan yoki biror narsa bilan bizni xos qilmagan. Faqatla qilibchimning qini ichidagi mushu narsa deb andin bir varaq qog'ozni chiqardi. Shunda qog'ozdek bo'lsa, u qog'ozda mundaq yozilgan ekan. Alloh taolo Allohning boshqasi uchun mol bo'g'izlagan kishiga la'nat qildi. Ziminning belgilarini o'zgartib o'tgan kishiga Alloh la'nat qildi. Ya'ni ziminning yo'l belgilari deganda ikki xil tushunish mumkin. Birsi yo'llarni farq etish uchun, ya'ni yo'ldagi tiklab qo'ygan taxtaylarni yo'llarni farq etish uchun har yo'linishni va bu yoq mangsiz bu shaharga borsiz, bu yoq mangsiz bu shaharga borsiz degandek, mushu yo'l belgilarini taxtaylarni o'g'irlash, buzib o'tish. Shuning bilan kishilar yo'l topolmay qolgan gap. Yana birisi ikki kishining etizi bo'lsa yoki big'i bo'lsa yoki zimini bo'lsa, ikki kishining bu ziminini ayirish uchun qo'yib qo'ygan belgilarni, fasillarni yo'tkib o'tib yoki buzib o'tib, o'zining ziminiga boshqalarning ziminidan ozroq qo'shib olish. Mana shundaq kishigami Alloh taolo la'nat qiladi va o'zining rahmatidan qo'g'laydi debdi. Alloh taolo ota-onasiga la'nat qilgan kishiga Alloh la'nat qiladi. Ya'ni ota-onasini la'natlagan, ota-onasiga vafosizlik qilib, ota-onasini qaqshtib, hatto shu la'nat qilgan darajaga borgan kishiga Alloh taolo la'nat qilib, jazolab, Alloh o'zining rahmatidan qo'g'lanni qildi degan. Nazbillah. Alloh taolo yana bid'atchiga o'y-joy berib, qanot ostiga olgan, yordam qilgan kishiga Alloh la'nat qildi. Ya'ni bid'atchini hamma odam izlayotgan vaqtida u qanot ostiga ilib uyda qo'ndirgan va yoki uningga odatdami har xil sabablar bilan, har xil yo'llar bilan unga yordam bergan, qo'llab-quvvatlagan va uning qilgan bid'atlari qarta sukut tutgan va muqarrarlashtirgan mushundaq kishiga Alloh la'nat qildi. Bu hadisdagi yana muhdis degan so'z jinoyatchi deganni ko'rsatadi. Ya'ni bir jinoyatchi jinoyat sodir qilib qo'yib, shariy jazolanishdan qo'rqib, boshqalarning qishiga berib olgan vaqtida shariy jazoga tortilmaslik uchun bularni yushirib qo'ygan, uyisida qo'ndirib, ularga yordam qilgan mushundaq kishilarga Alloh taolo la'nat qildi. Chunki har vaqt Alloh taoloning shariati yurgizilishi kerak, ijro bo'lishi kerak. Bu hadisdan ilingan foydalar. Ali raziyallohu anhu insonlarga boshqalarga o'xshamaydigan hech qanday bir narsa bilan xos qilinmagan, ya'ni din ishida. Alloh taolaning g'ayr uchun mol bo'g'izlashning harom ekanligi, cho'ng gunoh ekanligi. Zaminning yo'l belgilarini o'zgartirayotgan, shundaqla boshqalarning yer joylarini, zaminlarini o'zining zaminiga qo'shib olgan kishilarning Allohning la'natiga uchraydiganligi va Allohning rahmatidan qo'g'lanib bo'lganligi. Ota-onasiga la'nat qilgan kishiga Alloh taolaning la'nat qilganligi. Bid'atchiga o'y-joy berib, uni uyda qo'ndirib yordam qilgan kishiga va jinoyatchini qanot ostiga olgan kishiga Allohning la'nat qilganligi. Shuning bilan bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. Subhanak Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.